Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Muhojirat Sharq Turkiston tashkilotlari Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan harakatda. Xitoy Sharq Turkistonda kompyuterning ma'lum qilishi bilan Uyg'urlarni qaytadan tutqun qilishga boshladi. Xitoyning zo'r miqdorda ochliq import qilishi 11 yildan buyon tunji qatim pul paxalligini keltirib chiqadi. Sri Lankaning Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilgan musulmonlarning jasadlarini ko'ydirish tuzumi norozilik paydo qilmoqda. Uyg'urlarning bo'sh madaniyati haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Dünya İnsan Haqları Günü münasibəti bilan Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli, Tibet vakili Sunni Sonam, Xitoy demokratchilarining vakili qatorliq 3 kishi tarafidan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlariga qarshi 8 dekabr Torontoda boshlatilgan ochliq e'lon qilish harakati bugun 3-kuni qadam qo'ydi. Qattiq sovuq qarmay boshlatilgan bu ochliq e'lon qilish faoliyati Dunyo inson haqlari kuni bo'lgan 10 dekabr, ya'ni bugungacha jami 3 kun davomlashdi. Yuqorqi 3 kishi tarafidan boshlatilgan ochliq e'lon qilish harakatiga Kanadadagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Hongkongliklar, Falun Gongchilar va demokratik Xitoylar qatnashdi. Ammo koronavirus sababidan yo'l qo'yilgan qattiq karantin tadbirlari sababidan Kanada soqchi doiralari bu harakatga cheklik sondagi insonlarning qatnashishiga ruxsat qilgan. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Falun Gongchilar va demokratik Xitoy vakillari ochliq e'lon qilish faoliyati jarayonida qilgan nutqlarda va tarqatgan tashviqot varaqlarida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tibet xalqiga qaratgan madaniyat qirg'inchiligi va Hong Kongda yo'l qo'ygan besim siyosatini, Falun Gongchilarni yo'qotish qatorliq qilmishlarini qattiq ayiblash bilan birga Kanada hukumatidan Xitoyga qarshi yana kuchli jazolash va cheklash tadbirlarini yo'l qo'yishni talab qildi. Naqmaydandan Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Tuyg'un Abduveli apandim o'zlari boshlatgan bu qatim qochliq e'lon qilish harakatining maqsadi haqida to'xtalib mundoq dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun inson haqlari kuniga 3 kun qolgan kunida Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Tibet yoshlar harakati, Xitoy demokratchilar tashkiloti va Hong Kongdagi aktiv siyosiy faoliyatchilar bilan birlikda Ontario o'lkalik parlament binosining oldida 3 kunlik ochliq e'lon qilish faoliyatimizni soat 8da boshladik. Bu faaliyatni tutishlik maqsadimiz vatanimiz Sharqiy Turkistonda lagerda, turmalarda yo'qolish oldida turayotgan va izdireksiz yo'qolib ketayotgan, ko'ydirilayotgan qarindoshlarimizning izdirigini qilish va uning ovozini mushu Ontario o'lkalik parlamentga yetkazish munosabati bilan o'zimizning inson haq huquqlarini talab qilish maqsadida bu ochliq e'lon qilish faoliyatini boshladik. Shuning bilan bir vaqtda Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan Turkiyadagi Sharq Turkiston yoshlar fan texnik maktabi tarafidan uyushtirilgan namoyish harakati Istanbul, Aqsaroy, Bakirköy, Safaköy, Zaytunburnoda koronavirus sababidan yo'l qo'yilgan karantin tadbirlari sababidan 3 kishi bir guruh bo'lib jonliq faoliyat qildi. Bu nedenle dünyadaki barışı ve yaşamı seven tüm bireyleri, toplumları, kuruluşları ve ülkeleri bu zulmü göz ardı etmeden durdurmaya ve bunu yapanları cezalandırmaya çağırıyoruz. Aslında bugün bizi sahip çıkmanız, size doğru adım adım yaklaşan Çin işgaline engel olmanız demektir. Bu nedenle tüm dünyayı Çin'in mevcut zulme sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Çoğun sonliq ma'lumot davrida Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonning muqimligini qo'g'dash tadbir vositalari davr taraqqiyoti bilan teng qadam belgilamoqda. Xitoy cho'ng sonliq ma'lumotlarni ishlatib, kimni qo'lga olishni qaror qilmoqda. Qo'lga olish buyrug'ida hatto jidal majra va ovorchilik tug'dirish degandek jinoyat mas'uliyatini to'ldirmay, faqat kompyuter sendan shikoyat qildi deb qo'llanmoqda. Buni Amerika turishliq ommaviy tashkilot kishilik huquqini kuzatish tashkilotining 9 dekabr chorshanba kuni e'lon qilgan dokladida cho'ng sonliq ma'lumotlarning Sharq Turkistondagi muqimlikni qo'g'dash siyosatini yo'l qo'yishdagi roli haqida tasvirlangan bir haqiqat. Sharq Turkistonning Aqsu rayonidagi 2000 mahbus haqida oshkorlangan uchurga asosan Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini rahimsizlarcha bostirishini kuchaytirish uchun eng yangi texnikani qanday ishlatganligi to'g'risidagi tafsilotlar oshkorlangan. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk musulmonlar uchun qurib chiqqan har xil nomdagi lagerlari xalqaro ko'plagan ayblashga uchragan. Dastlabda Xitoy bu xil jazo lagerlarining mavjudligini qat'iy rad qilgan. Keyin ular nurg'un dalil isbotlar oldida e'tirof qilishga majbur bo'lib, atalmish kasbiy tarbiyalash markazi ekanligini o'tirib qo'yib, bu aslahalarning
oshqun ideyalarni yo'qotish va terrorlikni yiltizdan yo'qotish uchun yasalganligini e'tirof qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 2016 yilning o'rtalaridan 2018 yilgacha bo'lgan oralikda Aqsu rayonida Xitoy hukumat tarafidan qo'lga olingan kishilarning tizimligini maxfiy qo'lga tushirganligini va Aqsudagi jazo lageridan ishki uchurga erishganligini xabar qilgan. Tizimlikdagi kishilarning bexatarligi bo'lgan andish sababidan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti to'liq tizimligini e'lon qilmagan. Bir Uyg'ur ayolning qo'lga olinish sababi bo'lsa, Xitoy doiralar cho'ng sonliq ma'lumotlarga asosan uning atalmish sazgur deb qaralgan davlatlardan bir qancha qatim telefon topshirib olganligini bayqagan. Amaliyotda bu Uyg'ur ayolning chet eldagi hadisi qilgan telefon ekan. Kishilik huquqni kuzatish tadqiqotchilari singlisining shu yerdagi soqchilar tomonidan so'roq qilinganligini, shuningdek keyin oilasidagilar to'g'risida hech qanday xabar olmaganligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining tadqiqotchilari qo'lga olinganlarning ko'pinchisi chet eldagi oila a'zolarining telefon nomeri, muqim adresi bor yo'qligi, telefon nomerini doim almashtirib o'tadiganlik qatorliq parametrlarni belgilaydigan kompyuter programmalarini asos qilib, organlarning inkosiga asoslanganligini bayqagan. Kompyuterda Uyg'ur nomida ogohlantirish belgisi paydo bo'lsa, Xitoy doiralar hech qanday tekshirish, aniqlash deganlarni qilmayla qar qo'yiq shu hamon u kishini qo'lga olgan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi terrorlik qarshi turish nomida Sharq Turkistondagi kuzatish uskunalarining chiqimi shiddat bilan eshib, chiroy tonish, DNA to'plash va sun'iy idrok uskunalarini o'rnatib, usti ochiq turmaga aylantirgan. Dokladga qaraganda Xitoy doiralari universal birlashma mashg'ulot supasi deb atalgan kuzatish sistemasini o'rnatgan va bu sistemadan to'plangan sonliq ma'lumotlarni ishlatib, jazo lagerlariga kimning avatilishi kerakligini belgilagan. Bu yil kirgandan buyon Xitoyning keng ko'lamda ochliq setib olishi mol bahosining mo'lchardikidan eshib ketishiga sabab bo'lgan. Hamda 11 yildan buyon tunji qatim pul paxalligini keltirib chiqargan. Ba'zi iqtisodshunaslarning qarashicha Xitoyda mol bahosining tövalishi kelar yilning oldingi yarmigacha davomlashib, munosib pul tanlash siyosatini yo'l qo'ydi ekan. Bu yil beshida Xitoyda Xitoy virusi tarqalgandan buyon Xitoy to'xtamay chet eldan ochliq setib olgan. Xitoy tamojna sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2020 yilning oldingi 9 oyida Xitoyning arpa, ko'mir-qo'noq, qizil churish va bug'doylarni import qilishi o'tgangi o'xshash mezgildagidan 83.3% eshib 20 million 860 ming tonnaga yetgan. Ochliq importining davomli texmi ko'p bo'lish ehtimoli bor ekan. Ko'p miqdorda ochliq import qilgandan keyin Xitoyda ochliq bahosining o'sishi kontrol qilinib, 3 yilga yaqin vaqt ichida ochliq yemaklikning bahosi tunji qatim 2% tövallab, iste'mol bahosining ko'rsatkichi o'rlashdan tövallagan. Buning bilan Xitoy oldingi oyda o'ylamagan yerdan pul paxalligiga tushib qolgan. Noyabr oyida o'xshash mezgildagidan 0.5% tövallab, 2009 yil oktyabrdan buyangi tunji tushishi bo'lgan. Pul muomala tadqiqotchilari pul paxalligi yezigilik bahosining normal saviyasiga qaytib kelganligini aks ettirdi. Buning asosiy sababi import qilingan ochliq yemaklikning Xitoy davlat ishidagi ta'minlash bo'shlig'ini to'ldirganligi, Xitoyning yezigilik mahsulotlarining kamchil bo'lishi, asosiy muhim dehqonchilik mahsulotlari bilan ta'minlashdan mas'ul ko'rilganligi, Xitoy Hindiston Permidan guruch qo'noq import qilish qatorliqlar Xitoyning navbatdagi muhim strategik material zapasi bilan ta'minlashda mas'ul borligini bildirgan. Strike Times to'rining xabar qilishicha, Sri Lankadagi Xitoy virusi sababidan qazo qilganlarning jasadlarini majburiy ko'ydirish tuzumi Sri Lanka musulmonlarining noroziligini qo'zg'adi. Sri Lanka musulmonlari tuqqanlarining jasadlarini topshirib olmaslik orqali bu tuzumga qarshi chiqqan bo'lib, musulmon oilalarning o'z tuqqanlarining meyitlarini islomning ko'rsatmalari bo'yicha dafn qilish kerakligini. Shunga 19 jasadning jasad saqlash uyida 10 kundan ortiq vaqt egijoqsiz saqlab turilayotganligini bildirdi. Sri Lanka hukumati aprel oyida qaror ma'qullab, Xitoy virusidan yuqumlanib qazo qilganlarning jasadlarini majburiy ko'ydirishni qaror qilgan va bu qaror davlatning rasmiy gazetida e'lon qilingan. Ommaviy tashkilotlar bilan osonliqlar vakillari musulmonlarning jasadlarining ko'ydirilishiga e'tiroz bildirib, 12 parcha iltimos bilan yuqori sud mahkamasiga arz sungan. Biroq sud mahkamasi hech qanday sabab bayon qilmasdan e'tiroz arzlarini rad qilgan. Sri Lanka soqchilari 5 kishining jasadining ko'ydirilganligini uqtirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kolombodagi maslashtiruvchisi Hana Singir Sri Lanka bosh ministri Mahinda Rajapaksaga maktub yo'llab, Sri Lanka hukumatini Xitoy virusiga munosabatlik bu xil qarorlarga qayta qarab chiqishga chaqirgan. Povaqlarga xos oramgoh, rohat makon degan ma'nolarga ega bo'shuk qadimki davrlardan tortibla Uyg'ur xalqimizning bola tarbiyalashida muhim o'rin tutgan. Bo'shukning oddiy va yo'tkab ishlatishga aplikdan qaraganda, xalqimizning qadimgi davrda bo'shuk ishiltishi xeyli umumlashganligi ma'lum. Turmushimizdagi bo'shuklarning turi ko'p. Nusxalari har xil bo'lib, kundalik turmushda umumlashganlari xontaji, sanam, qo'l sanam, qirma, agma, nava, anarchi bo'shuk, mehrab nusxalik bo'shuk qatorliq 10 xildan oshadi. Odatda an'anaviy bo'shuklar o'xshashli yerlik yog'och materiallardan yasalgan bo'lib, uzunligi odatda 85 cm dan 90 cm gacha. Kengligi 40 cm, egizligi 50 cm dan 60 cm gacha bo'ladi.
Qurilmasi asosan shol, tiz, chetiq, poza, ya'ni bel yoki umurtqa, nacha, ya'ni orliq o'zaklar, tangli bola yotadigan qismi qatorliqlardan tashkil topadi. Beshikning ko'rkamligini oshirish uchun qirg'ida olma, anor, qopoq, muncha qatorliq shakllar chiqirilib, stereolog ko'rinish hosil qilindi. Beshikka yana bir yurish beshik jabduqlari, ya'ni uvda, yostiq, shildirshab, yo'gak, saka, chambarak, jak, shumak, cho'rak, tizliq, o'shiqliq, kashi qo'l, tartqo, yuz yopiq qatorliqlar hozirlandi. Onalarimizning beshikning xosiyati haqidagi bayonlari va meditsina ilmining beshikning bola tarbiyalashdagi ilmiyligi haqidagi bayonlarga asosan beshikning rolini mundaq bir necha nuqtadan ko'rib olg'ili bo'ladi. Birinchi, beshik bolalarning badan qurilmasini kichikdan boshlab o'lchamli yetildirishga foydali. Beshik cho'ng bo'lgan bolalarda odatda doqa, tok, to'xu tush, do'ngmayda, ishmaymaq, tashmaymaq, singa so'ngash, mo'rillari egiz pas, bo'yni maytoq, pachak, yana paqalchoqlari o shakllik bo'lib qolishdek alomatlar ko'rilmaydi. Ikkinchi, beshikka bo'lingan bolada osonlikcha o'pkisi shamoldab qiladigan, eg'ir yutiladigan, zukam bo'ladigan ahvollar yuz bermaydi. Uchinchi, beshik jabduqlari qarallik optatib qoqilib, quruq ham issiq saqlanganligi uchun bovoqlarda to'la siyib suyda kiyib yetadigan, angiza ishib ketadigan, qayg'ishli qiladigan ahvol ko'rilmaydi. To'rtinchi, uyqu bovoq uchun eng cho'ng aram elish, hozirlanishdir. Har xil ehtiyoji qondirilsa-mu uyqusi topolmay to'la yig'laydigan bovoqlar beshikka bo'linib, allay naqsiq siliq tavirtib berilsa, osonlik uxlab qoladi. 5. Beshikni larzon tavirtish bovoqni uxlatishdan boshqa, bovoq badindagi bo'g'im o'gilarni, muskullarni g'idiqlab, ulardagi qon aylanishini yaxshilashga foydali. Aql parosatlik ajdodlarimizning mo'l tibbiy bilimi, ilmiy tajribasi bilan beshiklar nihoyat ilmiy asosda loyihalangan. Bolaning mengisi chayqalib ketmaslik uchun yo'rg'a chiqarilgan. Hozir shariklik osma shaklda yasalmoqda. Folklor madaniyatimizning namunalaridan biri bo'lgan beshiklarimiz loyihalanishi ilmiy, material manbasi tabiiy ham ko'p, tannarxi to'van, bahosi arzon, ishlatishga aplik, foydalanish qimmati yuqori, hunar san'atlik bo'lishdagi alohidaligi bilan milliy xoslikni namoyon qiladi. Xalqimiz azaldan beshikni etinik turmushining bir qismi deb ulug'lag'ashqa, bovoqni beshikka bo'lib beqish odati bir xil etinik udum sifatida davomlashib kelmoqda. Bu etinik turmush odatimiz bir tarafdan meditsina ilmining bovoqlarni sog'lom cho'ng qilish prinsipiga uyg'un kelsa, yana bir jihatdan xalqimizning turmush odatiga mos kelganligi bilan tarixdan buyon o'z qadr-qimmatini saqlab kelmoqda. Ishimizga uzoq tarixqa, shonliq milliy an'anaga, o'zgacha etinik turmush xosligiga ega beshik madaniyatimizning istiqboli texmo parlaq. O davr melodiyasiga jo'r holda texmo ilg'or, texmo jazbdorlik ega bo'lib, kelajak egillarini texmo sog'lom tarbiyalashda o'z rolini unumli joriy qildirg'isi. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.